Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun sizlar bilan Allohning ismini ma'nosini o'rganamiz. Alloh lafzi alaha fe'lidan olingan, iloh masdariga mansub bo'lib, ma'bud, ibodat qilinuvchi zot ma'nosini anglatadi. Arablarda ilohning alif va lom harflari kiritilgan va alilohu hosil bo'lgan. So'ngra hamzaning harakati lomi ta'rifga naql qilingan va bir jinsdagi ikki harf idg'om qilingandan keyin Alloh lafzi hosil bo'lgan. Alloh lafzi yakkayu yagona, ma'budi haqqa ism bo'lib qolgan. U zotdan boshqaga bu ism ishlatilmagan. Bismillahirrohmanirrohim. Arof surasining 180-oyatida Allohning go'zal ismlari bor. Ular bilan duo qilinglar deyilgan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.